Umurtqa tananing asosiy ustuni himoya va qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan. U umurtqalardan tuzilgan. Har biri kuchni yutadi, yukni bo'ladi va qulamasdan harakatga imkon beradi. Markazda orqa miya joylashgan. Nervlarning zich magistrali bo'lib, har soniyada miya va tana o'rtasida ikki yo'nalishda signallarni tashib turadi. Umurtqa muvozanat uchun qurilgan. Tik turish uchun yetarlicha qattiq. Egilish, burilish va aylanish uchun moslashuvchan. Egriliklar qasddan qilingan. Ogirlikni taqsimlab, har qadamda zarbani kamaytiradi. Har bir umurtqa orasida intervertebral disklar mavjud. Siqiladigan va qaytadigan jelga o'xshash yostiqchalar. Suyakni suyakdan asraydi. Umurtqa foydalanishga javob beradi. Harakat uni oziqlantiradi. Harakatsizlik uni qattiq qiladi. Agar to'g'ri qo'llanilsa, yuk uni mustahkamlaydi. Yuk uni to'g'ri qo'llaganda kuchaytiradi. E'tiborsizlik uni zaif qiladi. U ham holatni eslaydi. Odatiy xulq-atvor moslashuvni shakllantiradi. Takrorlash iz qoldiradi. Vaqt o'tishi bilan umurtqa moslashadi. Struktura ortida umurtqa muvofiqlik, reflekslar va sezgiga ta'sir qiladi. Hatto kichik buzilish butun tanada aks etishi mumkin. Umurtqa faqat qo'llab-quvvatlash emas. U muloqotdir. Niyat va harakat o'rtasida o'tkazuvchi. Seni to'g'ri ushlab turadi, muhim narsalarni himoya qiladi va harakatni mumkin qiladigan har bir signalni olib yuradi. Umurtqa tananing oqi.